Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hörmətli televizor görgüçülər. Yeni bir qatımlıq uçuq söhbət proqramımızı görüşünlərini qızğın qarşılayırıq. Mən Abdullah Yalqın. Hörmətli televizor görgüçülər, bugün stüdyomuzga bir qancha qitim bundan burun söhbətə təklif qılğan Şvetsiyada yaşayotgan axbaratçı və tədqiqatçı qızınışımız Nəbijan A'lan təklif qıldı. Qimmatli vaxtdan çıxıb gəldiyi üçün köp rəhmət etimiz. Mən rəhmət etmə. Qadirli qandaşlar, bugünkü söhbətimizdeki baş mavzusu Xitayning axbarat çəkilmələri nəyə qarab ketyapti mavzusu da buludu. Hörmətli Nəbijan, sizga ma'lum, xalqimizga ma'lum, ya'ni Xitoyda bo'libmi bizning vatanimiz Sharq Turkiston bo'lish xolasidagi bu vatanimizda har qanday bir cheklimlar ish bo'lmagan, kun siri har kuni bir yangi insan aqli qabul qilolmaydigan darajadagi har xil cheklimlar kun siri eshib berayotgan, bu cheklimlar kun siri ko'payayotgan bir ziminimizda shunday bo'lgan sir kuchlanib menyapti bu cheklimlar. Kun siri Xitoyning umumiy bugün bu qatim chiqqan 10-oyning 1-kundan boshlab yo'l qo'ygan bu telefonlarni, xalq ishlatayotgan telefonlarni JX organlari taftish mahkamasi taftishlar va sudninki xohlagan vaqtida qonunliq tekshirib el-xat inson ishlatadigan bugun butun axborotga doir hamma narsani qonunliq tekshirishni ijro qilib yo'l qo'yganligini 10-oyning 1-dan boshlab yo'l qo'yganligini e'lon qildi. Bunun da Xitay yana özününki elbette Xitayning ichki өлkələri, şəhərlərdə icra qılınıyotqandan dəl əksicə bu narsa bu e'lon qilinmaganda yillardan buyon xalqimizning ichida ijro qilinayotgan, xohlagancha telefonni tekshirib ichidan chiqib qolgan bir parcha rasmga yillarcha turmaga hukm qilingan, so'langan, minglagan, o'n minglagan biz bilmaydigan, biz faqat nechisini bilardik masalan. Xalqimiz bu zulmni, bu nimani yashayotdi. Endi Xitoy buni texnik buniki kuchaytirib, rasmiy qonunlashtirib ijro qildiganligini e'lon qilgan bo'ldi. Va buningga yana shu chet eldagi nurg'un Xitoy qarshi harakatlarning kuchayayotganligini buni to'sishimiz kerak. Shu qonun bo'yicha xalqning uni buni qilishimiz kerak degan shu yolg'on yovdiq gaplarni pardozlab buni o'ttirib qo'ygan bo'ldi. Endi boshda sualni kichik qilib parcha bo'lib başlasak, siz bu Xitoydagi bo'lib vatanimizdagi ijro qilinishga boshlagan bu vaziyatni, axborotning bu qadar cheklamaga qarab ketayotganligini bir axborotchi bo'lish suhbatingiz bilan qanday qaraysiz? Nega qarab ketyapti bu narsalar? Aldı bilan bu suhbat programmasiga taklif qilganlarga alayda rahmat aytaman. Siz degandek abamqa gaplaringizdan Xitoyning axborot vositalarida hozir cheklimlar kundan kunga kun sari yig'ilishib ketib bordi. Bu cheklimlar siz degandek burun, ya'ni 2010, 2014, 2015-yillarda texmo yig'irlashgan bu cheklimlar hozir nima deganda Xitoy buni qonunlashtiryapti. Ya'ni siz degandek 2016-9-20 Xitoyning to'rbitida, ya'ni jinoiy ishlar delolarini bijirishda elektronlik sonliq ma'lumotlarni to'plash va tekshirish ilib berish, hukm qilishda bir qancha masala to'g'risida belgilama e'lon qildi. Bu belgilama 30 moddadan tuzilgan. Demak, bu belgilamada siz degandek JX organlari, taftish, sud mahkamalari zo'rot tepilganda jinoiy gumondorlarning telefonlarini va el-xat yoki undidor yoki bo'lmasa shunga aloqador blog, mikroblog qatorliq uchur vositalarincha buni tashkirishuncha qonunlashtirish qarori ma'qullandi. Demak, ularga qonunlashtirish huquqini berdi degan gap. Endi burun ijro qilayotgandan bugun kelgan nima uchun buni qonunlashtirdi degan vaqtimizda Xitoy buni qonunlashtirishning xalqaro besimga uchrashning oldini olish uchun, xalqaro besimga taqobil turish uchun bu qonuniy resmiyatni bijirib bergan ma'qulladi degan gap. Uni yana birinchi kundan boshlab ijro qilishga boshladi. Demak, Xitoy bu masalada xalqaro besimga uchradi degan gap. Qonunida bo'lmagan, sen qilmagan ishni biz anlatib kelayotgandek, mayli istiqlol televiziyasi olsun, mayli dunyoning boshqa axborot vositalarida olsun anlatib kelayotgan Xitoyning siz abam degandek vatanimizga telefonlarni hattoki xalqimiz aqlli telefon ishlatilmaydigan ahvolga keldi. Yani uyda aqlli telefonni uyda qo'yib, talog'i chiqishcha boshqa odatdagi normal telefonni ko'tarib chiqadigan holatga keldi. Nimishqa aqlli telefon xalqimizning beshigacha baloya deb keldi. Yani Xitoy
tajovuzlarning sababidan uni tekshirib, uningda yoki bir oyat yoki bir Qur'on yoki bir basurati yoki bir rasmlar xalqimizning necha 10 yil turmiga mahkum bo'lishiga sabab bo'ldi. Onun için xalqimiz qo'rqib bundaq vositalarni aqlli telefonlarni ishlatishdan yaltaydi. Demak, nima deganda Xitoy bu cheklamalarni amdichilik biz bu naslni angdi vergandikin xalqaradan bu nasl o'tirg'i chiqqandikin Xitoy buning oldini olish uchun bu qonun orqali bizning qonunimizda bor. Bu qonunimizga xilof qilganlarni biz bunday jazo oldik degandicha bizga destek qilib ko'rsatmoqchi bo'ldi. Ammo bu necha yil burun xalqimiz buning zarbasi hattoki hozir 3-4 yil turmada yetayotgan bir undidarda bir uchur taqib chiqib qolganligi uchun va yakomuz uni taqib hattoki bir bosh surati La ilahe illallah Muhammed Resulullah degan bir so'zning bosh surati ulab qolganligi uchun hattoki bir musulmon shakldagi bir saqalli kishining bosh surati ulab qolganligi uchun turmada yetayotgan qarindoshlarimiz bor. Demek bularni Xitoycha o'zining haqli narsa qilib, haqli ish qilib ko'rsatish uchun bugungi kun kelganda buni qonunli qilib dunyoga e'lon qildi demak. Uni qonunlashtirganlikning o'zi qonunlashtirsa xalqaradan besim keldi. Qonunlashtirgan bilan bu ilib berayotgan ijroatlari xalqaraning nazaridami qonunliq bir ishga aylanmaydi-ki. Qonunliq o'xshashlam inson haqlari bo'lsin, hamma jihatdan yani bu insan qabul qilmaydigan darajadagi bu qadar hamma u ishlatayotgan telefon, el-xat, undidar u hamma narsani bu qadar xohlaganda tekshirishi zaten insonning izzat hurmatiga qilingan bir ig'ir bir dars. Albatta, shu bu yerda nima deb qo'ydi deganda bular jinoyat gumondorlari deb qo'ydi. Jinoyat gumondorlari deb qo'ydi. Ammo Uyg'ur xalqining hammasi Uyg'ur xalqining hammasi Xitoyga nisbatan jinoyat gumondorlari. Hammasi shu qart tizimga kirib bo'ldi, tamurilib bo'ldi. Faqat shu ijro qilish vaqtilam aldı keyni bulmakta. Ben bunu ne çıktığımda söküntümde şunda dedim. Bütün dünyadaki Uygurlarının meyli o partisi olsun, partiye girgen parti azası olsun, meyli Xitay işlevatkan ghalcısı olsun, meyli o muhaciret yaşavatkan bir normal Uygur olsun. Yakımız siyasi teşkilatının azaları, yakımız siyasi faaliyetçi olsun. Xitay'a nispeten hemmimiz hatta ki bu vakballarımızdan tatıp Uygur ısındıktan hemmimiz Xitay üçüncü düşman bulap oldu. Fakat bunun icra kılınış vakti aldı ki hazır Xitay aldı bilen kimni düşman kılıp tunuvatıdı dinni aşkullah deyip İslam dinine itikat kılıvatkan dinni akidisi güçlük meydanı inek itikadı müstehkem boğan Uygur'un evvel yoktuş tizimliğe gelip yokutuş nişanı kılıp bulan yoktu atıdı. Bulay okulup boğan işkinci nöbet kim kildi o? Milli siyasi güçlü kadrlar, milli gururluk, milletçi degandek ulug' keldi. Ondan keyin normal ahirida hemen yo'qotmuş şekilde yo'qotib tugitdi degan gap. Demak, abam siz degandek to'g'ri savol qo'ydingiz. Xitoy buningla bilan bu qonunning o'zi ham siyosiy nimaga, kishilik huquq nimasiga xilof dedingiz. Ammo Xitoyning o'zining qonunining o'zi xilof endi. Xitoy ham bu qonunga xilof qonunlar orqali xilof o'zining nimasi orqali bu nimasini kuchlantirib menyotyapti. O'zining siyosati bilan davlat qonunini davlat boshqarib menyotyapti. Bunda bo'lgan ekan, hamda xalqaro tashkilotlar, xalqlar nimalarmichu? Qanday mana biz shuning asosan tuzdik, o'zimizning ehtiyojimizga asosan bu jungochi qonun deyishdan yanmaslik mumkin. Xuddi jungochi sotsializm degan o'xshashchu. Hamda bir mantiqiy ishlar jiq hamda deb kelsak, demak nima deganda Xitoy tajovuzchilarining hanima qilgan ishlarining o'zilam bu yerda siz degandek chiqib turgani bu jinoyat gumondorlari bo'lsin deb miyada chiqarib qo'ygan bilan jinoyat gumondorlari tutilgan odam emas. Yakimiz nazorat ostida qilgan odam emas. Siz degandek normal bir Uyg'urnimcho, normal bir Uyg'urni tutilsincho, odatdagi hozir ishab dedik. Hamma Uyg'urning undidori nazorat ichida, hamma Uyg'urning telefon nazorat ichida. Mesela bir uydan bir siyasi cinayetçi deb Xitoy tutgan, Xitoyga qarshi harakat qilgan yakimiz diniy jihatdan nimiz kuchli bo'lgan biroz turma kirib ketgan bo'lsa, shuning oila tavobatlarining hammasi telefoni, hammasi nimiz nazorat ostida. Mesela meningki misol o'zimning shaxsiy misol aytib qilsam, men mishada siyosiy faoliyat bilan shug'ullanib qolganligim uchun mening akamning, mening ochamning, hattoki mening anamning telefoni Xitoyning nazorat ostida. Az mesela telefon olsa o telefonu alır. Mesela anamın cinayeti var, ne cinayet gumandarı var. Ama onunkinin telefonu nazaret kılış, onunkinin sen takip kılış nime hukukun var ama meninkini takip kıl. Mesela ben Xitoyga karşı hareket kıldım, ben karşı sözüldüm. Meninkini kıl. Ama anamınkini senin kılış nime hukukun var.
degan savol chiqadi endi. Ammo mushunga o'xshagan mening onamning jinoyat gumondori bo'lishi yoki sizning bo'lishi yoki boshqalarning Xitoyga qarshi gap qilayotganlarning bo'lishi nima deganda bu bir qonunsizlik hamda. Xitoyning o'ziga nisbatan. Ular jinoyat gumondori emas to'g'rimiz, uniki nima nazorat qilsa degan savolimiz chiqadi. Ammo nima deganda Xitoy amdiliqqa bir moddani ko'rsatib qo'yib, qolgan narsani shu astirishni ijro qiladi. Xuddi modda chiqishdan burun Sharq Turkistonda bu model ijro qilinaliqdi. Ammo bugungi kunga kelganda qonunlashdi faqat bu Xinbek xo'rik o'sib bu boshqalarga gap deb berish. Boshqalarga nima qilib berish bir misli deb o'ylayman. Buningki Xitoylik masalan bu qonunni chiqarishga sabab bo'lgan narsaniki to'g'ridagi fitna ig'volar, saxta uchurlar, shahvoniylik, pastkashlik degan narsani tilga olib kelibdi. Buning hammasi askartib qo'yish deyishgansi Xitoyning to'rbatlarida shahvoniylik, pastkashlikdan to'l narsa yo'q hamda. Buningdan Xitoy ansirab ketmaydi. Haqiqiy qo'rqqan narsani pastda yana izohatlab qo'yibdi. To'rdagi qonunsiz va nachar uchurlar yoshlar o'smirlarning va har millat xalqining xizmat turmushiga og'ir darajada ziyon solmoqda dedi. Haqiqiy uchurlar ularni uyg'otib qo'ymasin degan gap bo'lishi mumkin. Yana andikin Abdunum rayoni aniq qonun bilan chekilgan milliy bo'lgunchilik, diniy oshqullikqa doir uchurlarni tarqalib, Abdunum rayonimizning ijtimoiy muqimligiga og'ir tahdid paydo qilmoqda debdi. Ya bu so'zdan nima tushunsiz? Masalan, chet elda haqiqatan Uyg'urlar kuchlanib ketganligi uchun kuchlandimi Xitoyning o'sha darajada qo'rqituvdek darajada? Yo'q, endi Xitoyning qo'rqituvdek darajada kuchlanib ketgan bo'lmasligi mumkin, ammo nima deganda uchur jihatda bir nega kelaldi, bir ideyaga kelaldi. Hozir bir ideya bor-ku, bizda yaxshi hozir umumlashayotgan bir ideya. Ya'ni Xitoy tajovuzlarini dushman deb tunish, Sharq Turkistonni Xitoy tajovuzlari tarafidan besilgan zamin deb tunish, Uyg'urlarni Xitoy dushman, Sharq Turkiston xalqini Xitoy dushman deb qartizimda kirgizib bo'ldi degan narsani aniq tunish masalasi xalqimizda bir xil tunish masalasi o'rtaga chiqdi. Ya'ni ideya birlikka keldi degan. Va Xitoy rasmimizning tajovuzchimiz ekan degandek narsaga kelib, bu to'g'risida munozirlar, bu to'g'risida WhatsAppdagi suhbatlar, bu to'g'risida ba'zi bir Facebook bo'lsin, bu to'g'risida Xitoyga qarshi she'rlar bo'lsin, yozmalar bo'lsin, belirlik derecede yoxdan barlıq geldi deyin. Bununla bilan yoxdan barlıq kelgan kichkina narsani Xitoy angib kelmoqda. Xitoy ham siz deb ketganga o'xshash Xitoy tajovuzlari to'r bexatarligini o'ziga eng chong tahdid deb hisoblaydi. Xitoy bilimiz Xitoy to'rni Sharq Turkistonni qanchalik qamal qilganligini. Tushunami? Xo'sh. To'rni masalan WhatsApp ishiltanmaydi, Facebook ishiltanmaydi, YouTube ko'ranmaydi. Bunchalik qamal qilganligi sen ya'ni nimadan qo'rqsa? Sen şunda güçlükten, şunun böyle de bizden meydan uğravatdın, iqtisadım menen yükselivatdı, davatdın. Sen şunda xalqını paravan qılıvatdın özünün ağzında. Şunda Sharq Turkistonda xalq yanına ait inaq ittifaqdı. Ems bundan nimiş qo'rqsa? U yerdagi adamga 35 milyon adamni sen turmak alalapsa. Ama Sharq Turkistonning sirtida 10 mingga bormagan adamning bu bir yerga kelib buni munozara qilishidan nimiş qo'rqsa degan savol paydo bo'ldi. Demak, meyli 10 mingimiz qilayli bu fikrni, meyli mingimiz qilayli Xitoy uchun bu haq da'vo bo'lg'achqa, Xitoyning o'zining qilayotgani yolg'on bo'lg'achqa, azmin ishg'ol qilingan bo'lg'achqa, azmindagi xalqning o'zini kontrol qilgan bilan ideyasini kontrol qilinmag'achqa Xitoy bundan ansirayapti. Chunki buni tahdid deyapti. Abi ham siz deganga o'xshash, bu yerdan kirgan har bir uchur, har bir munozira bu Xitoy uchun eng chong xavf olib keldi. Bunda xavfning Xitoy zo'rayib ketishini, kuchlanib ketishini har qachon xohlamaydi. Shunlashqa to'rdan har qachon hazar aylaydi, har qachon bizning masalan Facebook'dikimi munozirimizga yili bizning Facebook'imizda uchirib yetadi. Yili muqaddas Uyg'ur davlatidamdi, ya'ni bijnimi Tangirtaq ishchisi deydi degandek niqoblaqliq Xitoyning josuslari yili birdam har xil bizga nima bo'lmagan selbiy uchurlarni taqtib endish paydo qilgan gap so'zini taqtib ba'zi bir insonlarimizning bu yerda endish paydo qilib vahima qilib tirishadi. Ya'ni Xitoyning o'zining noyatda chet elga kuch yetadiganligini, chet elda shunday Uyg'urlarning og'zini jumdira oladigan, bularni besiqtira oladigan to'g'riliq bu şekilde hareket edip berishga tirishayotdi. Ama bularning hareketiga nisbatan masalan bir Tangirtaq ishchisiga nisbatan bizning 10, 100 odam inkos etib buning og'zini to'qlash, buning shikoyat etish qatorliq ishlar xalqimizda buning qarshilik harakatlar bo'ladi. Bundan hech qanday pisat qilmagan, gap qilmagan bo'lsa hozircha buning nisbatan norozilikni ifodalaydigan bo'ldi. Hech bo'lmagan inkos etib bo'lsin-chi. Ey sen nima qilasan, nima da'vatsa,
sen bizni nima ko'ryapsan deganga o'xshash iboralarni ishlatibchi xalqimizcha bundan qarshilik ifoda. Demak, xalqimizda paydo bo'lgan bu qarshilikcha Xitoyga nisbatan tahdid. Bu ideya birlikcha Xitoyga nisbatan tahdid. Xitoyning eng qo'rqadigini bu. Xitoyning bizning qurol tutib ketishimizdan, necha yuz askarimiz, necha ming askarimiz bo'lib ketishdan qo'rqib ketmaydi. Necha ming odamning ideyasining birlikka kelib ketishidan qo'rqaydi. Onun için bununla bizim ittifaqlığımız bozuldu. Bizim için o cemaat bu cemaatin için kalı sokaştırışqa, o teşkilat bu teşkilatların için bir-birisi için pişti pasat taqtışqa, mesela oturduk adamlar arkalık için. Bu arlık birlikimizin ittifaqlığımız bozuşqa, seni milletçi, sen İslamçı, sen demokratçı, yani bizim işimici diyen qoxşaş için, doppulun için Xitay keşif qıpırvadı da. Bizde onda ayrımcılık yok. Biz hemimizin için bir yüzümüzden bağır qerindişimiz, bizden için milletdişim, qerindişim, vatandişim deb ço bağrımızı besyapatimiz. İnşallah Xitay muşu bağrımızı basılgan işini ço bizni çekleş. Bizni ço aramızı jiroqlashtirish. Hatto ki ba'zi bir WhatsApp, ba'zi bir yag yig'ilganlarni ço. Hatto ki meclisi dedi menga ben Facebook'dakini qilsa ba'zi bir Xitoy qirib sen jasus ekansan yo Xitoyning odami ekansan degan o'xshash chu menga ayna bir gap so'zlarni yozganimishqa elaka bizga psixik jihatdan hujum qilish, bizni ço dilg'ildi qilish, bizni ço elaka aşındaq bir nəsli arqalıqçı hücum qilib zehnimizni quritish, zehnimizni bilish uchun harakat qildik. Amma bunga nisbatan bizning tayyorligimiz bilan bu maydonga nayt o'zimiz nayt planlarimiz bilan nayt yaxshi nimamiz bilan chiqdik da bu yo'lga. Undan chiqqandan keyin bu yo'lda azdiramaydi. Amma mushu yo'lda dilg'il bo'layotgan ba'zi bir masalan Dunyo Uyg'ur qurultayini tillab chiqdi, Dolqin Aysani unda qilib buni chiqib böyle salbiy o'zining shaxsiyatiga nima deb chiqdi? Hatto o'kan Abduqodir Yapchankam to'g'riliq oilasi onda degandek gap so'zlar nimishqa? Bu yerda shu shundaq siyosiy faoliyatlarimizni uchun obrazini xunuklashtirish. Yangi ko'rgan odamimizni bu rasmi yolg'onmi? Bu normal bir insandı. Ama o Xitayning jasusi deb ismi yozmaydi. Ashunda aylangan yolg'ondek bir ismni, o yo'g'im da muqaddas Uyg'ur davlati demdi o'zicha birimini yozib ayda bir qamlashmagan mantiqiy Uyg'ur ekanmigan bir Xitoyning jasuslari shu shaklda harakat qilib nima deganda bizni xunuklashtirish ba'zi siyosiy faoliyatlarimizni. Ana keyin siyosiy da'volarimizni bo'lish, ana keyin bizni ittifoqsizlik birlik bo'lmaslik jihaticha vayim panda qilish, ana keyin bo'lish harakati qilish uchun ba'zi bir gap so'zlarni sharkani pishtimasan taqdir deb o'ylayman. Yana shu topda joylarda terrorlik va diniy oshqo'llikqa, ya'ni atalmış diniy oshqo'llikqa qattiq zarba berish harakati davomlashmoqda. Bexatarlik xizmati ehtiyoji bilan fuqarolarning yonfuni tekshirilyotidi degan bir ibora bor. Yuqorida jinoyat gumondorlari tamdi. Faqatli gumonliq kishilardi. Bu fuqarolarning yonfuni tekshirilyotidi degan gap butun fuqarolarni ko'rsatadi beradi. Bu ikki zidlikni ABM deyaptigan xuddi bu Xitoyning ABM shu chiqargan qonuni 2 yildan necha yildan burun ijro qilayotgan narsa. Endi bugungi kunga kelganda qonunli qilib ABM degan so'z mayli xalqaro ko'rsatgan bo'lsin, yoki biz burun jazolagan odamlarni biz haqli jazoladik deb bizga bir bishoratini bergan bo'lsin. Andan keyin hozirgi xuddi hozir qilayotganninki tekshirishinicha normal bir tadbirni ilish harakati deb e'lon qilgan bo'lsin-chi, bu hammasi o'zinincha bunun zaten bu kanuna xilaf ekanligi, hozir buning xalqaro qonunga kishilik huquqiga bu qonunning mos kelmaydiganligini biz bilib turibmiz. Shunga o'xshagan buninki unda zidlikni izlab kelsak jiq bo'yadi-chi. Xitoy nima degan yerda mushu o'zinikini o'zi ishdan matduludu-chi. Xitoy o'zining gapini o'zi inkor qilib yoki o'zining gapiga zid gaplarni qilib qo'yib matduludu, xalqaroning oldida mahsur bo'ladi. Demak shu mahsursinchi shu biz shu og'zimiz orqali bunu isbotlab beramiz. Balkim bu narsa keyingi boshqa axborot nimalarida chiqishi mumkin bu tahlillar. Bu yaqinda onun yana bir e'lon qilingan narsa. Ba'zi bir xalqaro axborot organlari buni tahlil qilayotgan bo'lishi mumkin. Bu to'g'risida ba'zi bir yozmalar, ba'zi bir maqolalar chiqishi mumkin. Demak nima deganda Xitoyning zodi biz uchun qilayotgani zodi shunday bir qonunsiz, o'zining qonuniga zid, o'zining degan gapiga zid bir qilishlik bilayman. Hakikaten bu Xitoy'da men devlet yani Xitoy tarafidan taqtilmagan hiçbir uçurni böyle kövmeslik, saklamaslık, tarqatmaslık prensibi bo'yicha bir muncha narsalarni tilga olib o'tirishning hojati yo'q. Müşahede hatta abaysiz baş so'zlab o'tgandek
terörist teşkilatlarının bayrakları, kattı başarıga alakadar uçur ve resimler, taqdirki kiyinişden dini aşkınlık roşan eten kişilerin resimlerini çıkarışqa yoki to'saq atlash detali orqali buni qilishning hammasining qonunsiz ekanligi ciddi şekilde bala qildiganligini tilga olib bo'lmaydi. Albatta buning hammasini to'xtalib o'tishga vaqtimiz yetmaydi. 30 hafta tilga olibdi. Boshqa chet elning har qanday bir aloqalashish detalini ishlatishga bo'lmaydiganligini. Ve yeni bir dikkat tortilgan narsa Xitoyniki buningga siz qanday qaraysiz? Masalan bir qandaq usullar masalan bir narsani boshqalarga ham baharlashdan burun. Birincisi ham baharlamaslik kerak bo'lgan boshqalarga yetkazmaslik kerak bo'lgan narsa. Birincisi diniy mazmun yo'llamaslik. Deb bo'lib, chunki diniy faoliyat sorundan boshqa joyda dinni tashviq qilish cheklandi degan bu so'z bor. Yani bunun da Xitoy resmi qo'ygan, Xitoy o'zi bekitgan, mayli qanday bir masjidning imomi bo'lsin yoki Xitoy o'zi nashriyat qilib Xinhua kitobxonlarida u yerda chiqargan, hatto Qur'onning tarjimasi yoki bo'lmasa Jungo musulmonlar jurnali, Xinjiang musulmonlar jurnali degandek bu jurnaldan elingan, shu jurnaldan palani sandan ko'chirib oldim degan narsani yo'llashning qonunsiz ekanligini o'tirib qo'yibdim. Bunun nasıl nima düşünüyorsunuz? Bu qandaq bir rezillik, yani bu qaysi derecedeki bir bütün bir milletine bu xalq bir Müslüman xalq. İtiqadi mayli İslamni yaxshi tushunmasa men Müslüman deydi. Bir Müslümanninki özünü Müslüman deb atgan bir xalqninki özünün diniga aloqador hech bir narsani birasiga yo'llayolmasligi, bir narsa u haqda Xitoy o'zi qonunliq deb chiqargan nashriyatlardagi dini ma'lumotlar, uçurlarni bir-biriga so'zlayolmasligi bu qanday bir zulm, qaysi bir shariat, nima deb ifodalash kerak buni? Endi bu yerdagi Sharq Turkistondagi bo'layotgan zulmni endi og'zimiz bilan ifodalash nihoyatda tez. Endi Xitoyning mush axborot vositalarini cheklashning o'zimi, buni qonunlashtirishning o'zimi Sharq Turkistondagi zulmni-cho, texmayliqi hamma yerdan to'sab zaten bir narsami chiqmasin, bir narsami anglanmasin, bir narsami bilinmasin. Zaten mayli axborotga mayli vatanning bo'layotgan zulmi uchib ketmasin. Ayadagi vatanning sirtida vatanga qarshi zulmmi-cho, qarshilikmi-cho, har xil yo'llar orqali uchib kirmasin. Zaten mushda bo'lmasin, zaten mush haqni mishadagi biz hamma jihatdan to'sayli, hamma jihatdan mushuni yo'q qilayli deganlar maqsadchi. Bundan boshqa maqsad yo'q. Endi bu yerdagi ulam emas, ishiltishlam emas, hattoki uydagi qonunli Qur'onmi shu Xitoy nashriyatidan beshib chiqilgan, shu tarjima qilingan qonunliq nimasini o'tganmi, necha yilning yog'i qonunli qilib o'qiyotgan Qur'on Karimmi-cho, shu uyda saqlashning o'zimi jinoyat bo'ladi hozircha. Hattoki shunda Qur'on bulab qolib qolsa, uning jinoyat javobgarligi surish qilingan, bulabmi bizning Sharq Turkistonning janubiy diyorlarida-cho. Bulabmi janubiy diyorlardagi zulm eng jiq bo'layotgan, eng ko'rinarli bo'layotgan qaysi rayon desangiz, Aqsu, Xotan, Qashqa. Mush 3 rayonda-cho. Shu rayonda nima jiq bo'ladi desangiz, bizning eng Sharq Turkistonliklarning eng zich o'rtoqlashgan o'rnimiz shu. Uning uchun bu yerdagi-cho xalqimizga bo'lgan zulm biroz eshiyotidir. Boshqa shimol taraflarda-cho Xitoylar aralashib o'tiraqlashgan va yo'qimizcha qonuniy ingi biroz Xitoyning qonuniga birim deyalaydigan yoki Xitoy bilan zakullasha oladigan, Xitoyga çok dalil keltiradigan bir insonlarimiz bo'lg'achqa u yerda qonun biroz ayad bilan farqli holatda bo'ladi. Ammo ayadagi insonlarimizga u yerdagi insonlarimizda unda zakullasha oladigan bo'lsa-mu, uningcha kallasincha ilib tashlaydi. Demak, nima demoqchi deganda, bu yerdagi zulm shu qadar darajaki, hattoki u o'zining nimasini elib ishiltish emas. Bu elib ishiltishni mana cheklashning o'zi nima deganda, qimma bu ne demoqchi? Sen yaqin kelma, diniy so'zni, iboralarni ishlatma. Dinlarning diniy narsadan cho'q qonunliq yerdami shu naql elib ishlatma demoqchi. Sen bundan yiroq tur, sen buni yo'qol demoqchi. Bunga ishonma demoqchi. Ham diniy oshqun deganda dinda bir oshqunlik yo'q. Asli nimada? Ham bu Xitoyning qo'yib olgan bir ismi. Men misol keltirib, gap kelib kelganda to'g'ri kelib qoldi. Hamda shunga o'xshagan Hem de bu dini aşkınlık degen nima degende Xitoy o'zi shu dinni ko'rinarlik ifodalagan, dinni chu chintuga adamni chu aşkın deb chu bu nom bilan chu bu bo'ktan bilan chu jazoladi. Shunga o'xshagan hamda uyimizdagi mayli Qur'on hadis olsun, Xitoy nashriyatlardan qonunliq nashr qilib bozorga silingan, hattoki pulga setib olgan shu kitoblarimizni chu
uyda saqlash şu qonunsuzlik bo'lyapti. Demak, bu yerdagi qonunsuzlik u bo'lgan taqdirda avayam so'z iboralarni ishlatish, uni naql ilishimcha bu qonun. Demak, nima bu yerda deganda Xitoy yana bir darajada mushun ishlatsang bo'lmaydi. Sen dindan chiq degandan bishorat endi. Bundan boshqa narsa yo'q. Dindan chiq, dinni yo'qmi? Lekin madaniyat usulda o bizning diniy zotlarimizni chiqib usul o'yinchishi. Diniy zotlarimizni Xitoyning bayrog'i qaptining birinchi kunda shunga bosh egdirishi. Diniy zotlarimizning har xil aroq sharab so'rovlarga ekilishi, hattoki qizlari bolalarning farzandlarining to'yda aroq tatmasicha ularni jazolashining hammasi nima? İslam diniga bo'lgan qarshilik bu. Shuni bahona qilib turibchi, islom dinini yo'q qilish Sharq Turkistonda. Endi Xitoy Sharq Turkistonda islom dinini musulmonlarni taltukish bundan chiqishga kuchi yetmaydi. Ammo qanday qiladi deganda abamqidek vositalar orqali bo'lak-bo'lak darajada. Biroqlam islom dinidan chiqib u nimani siyosatni u rejimni yurgizolmaydi. Dunyodagi islom davlatlarining çok qarshilik o'qib ketadi. Hamda Xitoyning manfaati cho dunyodagi o'tir sharqdagi eng islom ellari bilan cho savdo manfaati nihoyatda yuqori darajada. Buningga ta'sir etib ketmasligi, xalqarodagi cho islom tashkilotlarining cho buning cheklimasiga, buning zarbasiga uchrab ketmasligi uchun cho bu yepiq shaklda. Yani man işletsang bo'lmaydi, ma iborani işletsang bo'lmaydi, ma islomning nimasini qilsang bo'lmaydi, yolg'iz cheksang bo'lmaydi, jablansang bo'lmaydi degandekcho shartlar bilan bu yolg'iz mendaq ayrim yolg'iz shu masalaga qartilgan shaklda bu islomni yo'q qilishning dastlabki bosqichi. Ya'ni islomning yo'q qilishini ijro qilish bosqichida bevosita islomni yo'qotish uchun elib beriladi. Nishon. Albatta. Albatta. Shu bizning islomni tushunganligimiz, islomni haqiqiy o'zimizga nima qilib bu iymonni qurol qilganimiz uchun Xitoy uchun bir xavf bo'layotdi. Bizga ruh nereden kelyapti? Bizga nima nereden kelyapti? Kuch nereden kelyapti? Allohdan kelyapti ya. Onun için bu biz kelyapgan shu ruhning manbasini uzish. Ya'ni islomning manbasini uzish, qalbimizdagi iymonni yo'q qilish. Buning uchun pashxalarni qonunlashtirib beryapti. Shundami? Aroq sharoblarni musobaqalashtirib ishkizyapti. Shundami? Anandan keyin ayollarni yalang'ochlab ko'chaga chiqaryapti. Shundami? Tansi o'ynashga majburladi. Shundami? Faqat dinga xilof bo'lgan ishning hammani qonunli qilib bizga ijro qilyapti. 100 günlük medeniyet günü de kun var mende. İsmi medeniyet. İsmi medeniyet ama bizim medeniyetsizleştiriyoruz, bizim dinsizleştiriyoruz için kılıvatkan bu tedbiri bunun. Fakat bunu biliyordu. Fakat bu ruh, bu Şarkı Türkistan'da Xitay'a karşılık kılıvatkan pidaliyatki güç, bu nereden kılıvatıdı? İslam dininden kılıvatıdı. Yani bunu ruh kılıvatıdı. Onun için bulanın ruh kiliş menbesini yok kılışımız gerek. Bulanın için bularga ruhi uzuq bo'layotgan, bularga nima jihatdan, har jihatdan ruh bo'layotgan bu islomning nimasini yo'q qilish kerak. Endi islomni yo'q qilish deb bilan masjid-masjidni taqib etib, shundami? Qattiq qo'lliq siyosat qursa ham deganimdek, xalqaroning va islom ellarining bunga qarshiligi, buning bilan tirikishga yo'l qo'yib qoldi. Shuning uchun u dushmanni avutmaslik kerak. Shuning uchun vatan ichidagi bizga o'xshash dushmanlarni qanday yo'q qilish kerak? U ashunday birdan palampay shaklda mani işletsang olmaydi, ündidardan işletsang olmaydi, sakal qo'ysang olmaydi deb bizni islom dinida bizga sunnat qilingan, bizga farz qilingan narsalardan bizni asosda yo'q qilish. Shunga hozir anlasak Yangisada Qashqar Yangisada 15 cemaati 15 ga yetmagan masjidlarni pechetlab chiqishga nim qildi. Endi bu chiqishni oldida qanday qildi? Masjidga 18 yoshdan kirganda kirish bo'lmaydi dedi. Masjidga partiya a'zolari kirish bo'lmaydi dedi. Masjidga kadrlar kirish bo'lmaydi dedi. Masjidga xizmatchi xodimlar kirish bo'lmaydi dedi. Masjidga kim kirdimda? Dixonlar kiradi, dixonlar yig'ilib ayada uyinish qildiryapsa. Endi kim kirdi masjidga shu 15 ga to'shmasini keldi, 15 ga to'shma deb chaqirgan ekan. Bu masjidga adam azlab ketdi, masjid kirdigan adam yo'q. Uning uchun bu masjidning tug'ini chaqqanimiz yaxshi deb Yangisada bu ijro qilinib bo'ldi dedi. 8-oydan boshlab bu qonunni ijro qilindi. Demak nima deganda bu Yangisada boshlangan narsa Qashqarning boshqa noyalariga yetkazildi degan gap. Uning deganicha Xotanga boradi, Oqsuqqa boradi. Anan deganicha asta-asta shimolga ketadi. Bu nima deganda paydin-pay shakllikcha bizni yo'q qilish. Hammasi shu oq ko'rinishida shu va bizning shu ilaqa balalarni to'liq o'tirib akirimiz deb ichkirida to'liq o'tirni o'qitishning dastlabki nima shu Xitoylashtirish maqsadi. Xitoylashtirishning maqsadi dinsizlashtirish shu.
Şu İslam dinini ayağda yapıp yok kılış, İslam diyen nesin ço idisini jüp tozlaş, onu ço aşağıda Xitay muhiti ço bularga ço Xitayning muhiti orqali ta'sir qilib ço bularni dindan chiqarish. Bularni ço aşı muhitidan, İslam muhitiga malisidan ço İslam muhitik oilasidan ço ayirib tashlash. Apırıp bu yerda ço Xitaylashtirish. Kelgandan ço kendini yo'qolan bir mansabni berib qo'yib ço, uni ço üz uchun ço mangulik xizmat qildirish. Bu orqali ço haliga degan o'zi degan mangulik ebedi emellik yetiş. Onda yetkili bulmaydı. Şarkı Türkistan halkının ma'lum kısmını qilgan bilan men ma'lum kısmı ço Allah'ның izni bilan ço yani yetilib chiqdi. Bu Allah'ның dinini ço hiç kim ta ki Allah kıyametgacha va'da qilgan o'yinchi buni yo'q qilinmaydi. Xitoy bu yo'q qilinmaydiganligini biladi. Ammo nima ish qiladi deganda bizga vaqtlik o'z eminlikni setilish uchun ço mablag' silyapti. Manda tushunsak bo'ladi. Ama Xitayning mushunchalar tahdidiga nisbatan qanday tadbirlar elinish kerak sizce? Mayli davlat ichida bo'lsin, sirtkilar bo'lsin. Bunga nisbatan hamda sirtim vatan ichidagiga nisbatan aytganda vatan ichidagilarning to'g'ri shaklimisi uzilgan bo'lgan ekan. Har xil usul vositalaridan hamda bular marhum. Bularningki har xil masalan mening bilishimcha hozir vatan ichidan to'g'ri chiqib qila olayotgan Xitoyning jasuslari, Xitoyning to'r saqchilaridan boshqalar chiqolmaydi endi. Burun VPN degan abamniki deganga o'xshash VPN nimasi quroli orqali tam atlash orqali qurollari orqali chiqoladi. Hozir tam atlash qurolini nimicho buni kuzatadigan, buni kimning tam atlayotganligini bilaydigan yumshoq detallar chiqdi. Bu orqali kimning tam atlayotganligini biliblamcho uniga cheklim qo'ya oladigan yoki shu telefonnicho ishlanmas qilib o'tiladigan qurollari va texnikalari bor. Onun uchun vatanning ichidan bir şekilde nima qilish, mayli uchurlarni ko'rish, mayli uchurlardan uchur yo'llash bu nimamiz asos jihatdan Xitoy buni amalga oshirib bo'ldi. Endi bu yerdagilarni muncha yana deganda xalqaro vaziyatlar orqali, xalqaro xabarlar orqali xalqarodagi bo'layotgan ishlarni xalqimiz yana taxmin qila oladi. Ba'zi bir nima orqali masalan sayohatchilar deymiz va yoki ba'zi bir tijoratchilar deymiz orqali ba'zi bir ishkirga borgandiki munosabatlar orqali yana xalqarodagi vaziyatlarni tushuna oladi, ba'zi bir uchur vositalar orqali anlay oladi. Ham buni Xitoy mumkin ham uchur vositalarini to'sigan bilan masalan Facebookni, undidar nimani, WhatsAppni, Viberni, YouTube'ni uyat so'zlayotgan bilan yana ishkirda yana bu ta'minlash qurollari ishlanaverdi. Ishkir o'lkalari orqali Xitoyning o'lkalariga o'sha yerga bog'lancho, yana ta'minlash quroli orqali yana muajiratdagi Uyg'urlarning mayli istiqolning xabarlari bo'lsin, mayli bo'lmasa Erkin Osiyoning xabarlari bo'lsin, mayli Facebookdagi ba'zi uchurlar orqali yana ham uchur to'play oladi va shu uchurlarni kallasiga yig'ib eg'zokicho vatan ichida taxta oladi deydi. Xo'sh. Hamda vatan ichidagilar bu eg'iz orqali uchur taxtasi bo'ladi deydi. Mayli maldagi urug' tuqqanlari, shunama dosiya ag'illar orqali bu shaklda vatanning sirtida Xitoy qarshilik qanday besim bo'layotganligini, qanday ish harakatlarini, qanday ularni umidlantiradigan yoki ular uchun foydasi bo'layotgan ish harakatlarning bo'layotganligi to'g'riliqcha bu uchurlarni yetkazib bo'ladi. Endi vatan sirtidagilar qanday qilish kerak deganda vatan sirtidagilar Xitoy aviam undidar to'plarini ichivetdi, hamda undidar to'plarini ninki soni 100 ni oshirmoqlik. Bir undidar to'pida vatan ichida qurilgan to'plarda 100 ish odam to'playolmaydi. Mesela ben şu 300 adam bor gruplarni undidarning ichida chet eldagilarninki. Hem o gruplar qarasangiz ham vatanning ichidagilarmi bor, sirtidagilarmi bor shunda. Xo'sh. Bularni ashuna aloqalashib o'sha abay siz degandek balki ular bir telefonni uyga qo'yib qo'ygan bo'lishi mumkin. Sirtqa chiqib ishlamaydi. Chunki har xatarlik masalalarni hammasi paranglashib qilavergan endi. Qarab Xitoy undidar degan Xitoyning bir axborot to'playdigan bir josuslik organ desak ham bo'ladimi? Bu qadar aniq. Endi u aniq, hamda biz undidarda Xitoyning josusligiga qarata tadbir ilishda masalan biz
Xitoyga qarshi mayli xabar olsun, mesela ular göremeydiğin ünlüler topluluk atalaydiğimiz şu, xabar olsun, yoki bo'lmasa uchurlar olsun, yoki bo'lmasa ba'zi bir Xitoyning o'zi oshkorlanmagan ba'zi bir narsalarni şu, biz oshkorlab bera oladigan narsalar bo'lsa, uni to'pga olsak bo'ladi. Ammo bizning xalqimizni ogohlantirganimiz ba'zi bir o'zining shaxsiy uchurlarini Mesela kim bilen pul urvatkan bolsa mesela işten sırtıga mesela onun zina olmasın demekçi. Yani olmasa bazı bir siyasi faaliyetlerin şug'ullanan nuqul alda onunki ulanınki takip kılıqlık oldu. Mesela vatan sırtı olsun şu siyasi faaliyetlerin şug'ullanatkan yakımız siyasi faaliyet işlerinin başları rehberlerimizden çoğu ulanın ayalı balları bazı bir şahsi uçurların çoğu yüzüne aitti dikkat kılıp yollaş gerek. Onun ihtiyat kılış gerek. Mesela o demeydiğin mesela onun salametliği dair. Xitoy nimaga qiziqdi? Siyasi faoliyatchining salametligiga qiziqdi. Siyasi faoliyatchining iqtisodiy manbasiga qiziqdi. Nereden kirdi bunun pul? Bu nima uchun bunda tinim topmay ishlayverdi buningga? Buning aqdi kim bor? Buning iqtisodiy manbaning kirish manbasi, kirish yo'li. Nereden kiryapti bu pul? Kim beryapti buningga? Buningga yordam qilayotgan kim o? Yordam qilayotgan odamni bilsa Xitoy bir amal qilib uni to'sudi demakchi. Shuning uchun izlanadi. Salametligimiz uchun bu mandaciyatın ağır bitip bunun mandaciyatını tedbir kullansak buldu kendinden işler oldu. Şuna öyüldeki mesela er ayalının ittifaklığı, öyünün ittifaklığı, balının işi, balının çoğu nerede durup nerede kubavat kalığı tavırlık çoğu şahsi uçurlarını aşkarlanmışsın demekçi. Bunun için ama bu uçurlarını ünlüdardaki size kolunu vatkan gep sözünlük dikkat kılınlar desek toptukla öğrenmek gerekiyor. Topta mehbi nesi yok. Top yollanan nesligen şu aşkar nesi yollayımız. Ya ki aşkarı bulduğun işlerini çoğu vakaliklerini yollayımız. Onun için bu topta mahbiyetlik olmaydı. Ama şahsi uruk tukallarımızı diyen olsun, meyle yakın bivas tukallarımız değil, ya ki dosya ağıylarımız değil, vetenden işledik çoğu. Onu yollayan uçurlarımızda eğer bizim tohtu etmegen olsa, bunu diyen gep sözlerimizde, şirketlerimizde, abim yukarı diyendek nesillerimizde çoğu, uçurlarını çoğu, bunu dikkat kılışımız gerek. Onu dime etme, vay palancı balan bağırıp kaldı, vay bugün bunda hoş oladı deyip yüzümüzden çoğu, hele ki beşimizdeki gamlini, yakımız Xitoy bunun tedbir aladigan bazı bir uçurunu yetkizip koysak, yakımız palancı pulum battı, bugün bir etim degandek mendak bir şahsi uçurlarını yetkizip koysak, Xitoy bunun için bizge zerbi beradigan bir bunu kullanmasın demekçi. Hem de topladı çoğu degende topladı mesela WhatsApp toplarda her xil insanlar var. Ama bu insanların hemmisinin biz salayetini bilmeyimiz. Topdaki insanların her birisinin salayetini iniqlab çıkışı bir imkansız. Ama topda meyli casus olsun, meyli texi yaxşı deyim ben. Casus olsun, şu casus oturup çıkıp bizden fikirleşelise, biz bilen şu geplerimizin çoğu bizge karta şunun karta inkas bildirelise bu texi yaxşı. Ama topdaki nersede biz degendik Xitoyga qarshi nima qilamiz? Xitoyga qarshi gap qilamiz, Xitoyga qarshi nima qilamiz? Ama u yer gap qilayotganlar zaten Xitoydan qo'rqmaydigan gap qila oladi. Xitoyga qarshi tura oladigan gap qiladi. Uning salohiyati aniq zaten. Uning mesela kimligi aniq bo'lgan, aniq. Uning telefon nomeri aniq WhatsApp'dagi. Uning uchun bundan qo'rqmaydigan insonlar gap qildi. Qolganlar bazı insanlar bu qo'rqmaydigan yerdan qo'rqib ketayotganda o'zi uchun vahim qilib, bu sorunda anda olib ketayotgan ba'zi bir savdo to'plarga mesela biz uchurlarni atgan bo'lsak, mesela ya haber olsun ya olmasa bazı bir gap sözlerini Xitoyga qarshi u topdagi insonlar ya bu topni siyasi yerde kılanlar deyken. Ya siyasi yerde kılımız biraz kardeşim. Ama bu topda anlamasın xalqimiz. Bunun qarşı bizge egip koçuğa çıksın ya olmasa bunun qarşı bizden yenimiz gelsin demedik. Fakat bundan faydalanıp qalsın. Bunun için bir tefekkür qilib qalsın. Bunun için ki özününki biz bu topda bulmağalla bir yer bulab qalgan bolsa, şuluğu bir uçur mənbəsi olsun. Körenmegen bolsa üstüne kol tutpan arkalık kürüvasın degenle maksat kılımız. Kandaktır bu uçuruna maksatip bir paydeleş yakımız bir başka maksatımız yok. Onun için bunu doğru düşünüş gerekmez bir kardeşlik. Bunu bilmeyin bir inkaslı geldi onu doğru düşen diyen buldum kardeşim bu Şerq Türkistan diyen isimden kokap gidiyordu kanço. Muşinca ve yemli şimdi yaşavatkan insanlarımız var. Nimiş kokusuz kardeşim. Öz çetelde durup. Öz çetelde durup. Hem de siz çetelde durup nimiş kokusuz. Bu vatan kırk gidersiz. Ama Xitoy sizning u topdagi hamma WhatsApp uçurunu egalleydi. Biz abam degandek WhatsAppni Xitoy nuqtalik qilgan yoki undidari nuqtalik qilgan insonlarnigina anglay oladi. Uni da nuqtalik qilmagan hamma uçurni uni anglab tahlil qilgan uning vaqti yo'q. Uning nimasi yo'q, texnik nimasi shu. Demak, biz deganimiz shu siyosiy faoliyatni qilayotgan yoki bo'lmasa nuqtalik bo'lib qolib qolgan manda insonlarnikining shaxsiy uchurini egallash ehtimolligi bor. Shuning uchun shu ishlarni berib qo'ymaslikka tirish kerak degan gap oyadagi top tutugan insonlarga vahim bo'lib ketgan. Alloh bizning bu top tutug'imizdan Xitoy vatan kirib chiqadigan tursak, telefonni qo'yib qo'ysak bizning kirgandik anda var qilgan. Unda yo'q, qarindishim. Unda ahvol yo'q. Unda qo'rqib ketishning ahvoli yo'q. Faqat siz
Shu gapga, shu ishni o'zingizning to'g'ri tahlil qilib, shu vatan sirtidimi, shu Sharq Turkiston degan ismni to'g'ri qabul qilib, to'g'ri iste'mol qilishingiz kerak. Agar buningchilikmi qo'qab ketsangiz, buningchilikmi nima qilib ketsangiz, siz iymoningizni o'zingizning Sharq Turkistonga kelguncha bir tekshirib baqsangiz bo'ldi. O'zingiz bir isloh qilib baqsangiz bo'ldi deymiz ham qarindoshlarimiz. Onun için qarindoshlarimiz bu jihatda bakbevam. Undan keyin ba'zi bir bu oshxonlarda va josuslar ekan. Falan degan oshxonada bir josus ichyapti. Degan o'xshash asosi yo'q gaplarni qilgancha İstanbulda. Bu asosi yo'q ishni qilmaydi qarindoshlarimiz. Asosi yo'qda, masalan, dalil isbotimiz bo'lsa, masalan, shu oshxonni ochgan ras Xitoyning josusi bo'lsa, qani dalil isbotimiz kerak. Dalil isbotimizni keltirib, shuning bilan yüzleşeleydiğin teşkilatlar var, yüzleşeleydiğin insanlar var. Onun için şulara nimemizni berişimiz. Ama delil ispat yok, kumanımız yok, falan yerde işleydikken tok, vatanda pukun işini qıttikken, diyen bilen o delil ispat olmaydı. Fakat o asasımız yok, bazı bir gap sözünü, bazı bir iş hareketini çoğu kılmasımız gerek. Ama toğra bir tanesini ihtiyat kılıp onu tekşirişimiz gerek ama delil ispat buluşumuz gerek. Başka qarindoshlarimiz uvalqib qo'ysak olmaydi. Ortiq düşman bizga ortiqlik qiladi. Ama dostumuzni düşman qilib olsak olmaydi. Onun uchun Xitoyning tikosi uchib ketmayib falan. Hattoki ba'zi bir WhatsApp'nimi tunga alg'a o'shirimda voy bu WhatsApp'nimi Xitoyning odamlari quribdi degan gapni taqib suraydi men insonlarimiz uchun. Hamda mo'shinchilikmi, hamda shunda bir nimalik bormi hamda. Unda u yerda Xitoy uni qurib turib, unda bizni u yerda men ham deganimdek shu Xitoydan qo'rqmaydigan, Xitoyga gap qila oladigan, Xitoyni cho'p pash qila oladigan insonlar gap qiladi u yerda. Toptum şu bir top bo'lsa, 5-6 adam gap qiladi, qag'alicha sukut tutirib anglaydi uni. Unda bo'lgan ekan, bu jihatga to'g'ri azm qilishimiz, nadin andish qilishimiz, nadin andish qilmasligimizni dansab qilib qilishimiz kerak. Voy, Xitoyning jasusi degan gaplar mengimizning 98%ni egallab olmaydi. Cho'qim o jasusi qanday jasus qilyapti-da? Jasusni bizga qo'limizga tushgan qanday dalil isbot bor? Buning qartachi biz bunun qarta dalil isbotli holaticha sharkat ilib berishimiz to'g'ri bo'ldi deb qarayman. Shunga hamdan keyin Xitoyga nisbatan yana bir savolingizni cheklab ketib qoldim. Facebookda harakat qilayotgan qarindoshlarimiz, masalan, nurg'un yaxshi yozmani yozayotganlar va nurg'un yaxshi videolarni kirishtirib yo'llayotganlar, buni kuchab tarqatishimiz kerak. Kuchab tarqatgan vaqtimizda hammamiz o'zaro ayliqi hambarkliganda analigincho bu Xitoyga nisbatan teximizning bo'ladi. Hammamizning do'stlikning doirasi cheklik bo'ladi. Birimiznikini ko'rmagan bo'lsa, birimiznikini ko'radi. Bu shakl orqali Xitoyga zarba bo'ladi. Cho'qim hammamizning yezishimiz, hammamizning yangi bir narsani taklif qilishimizning o'rni yo'q. Shu qilayotganlarnikida, masalan, istiqolning xabarlari Facebookga chiqadi. Buni taqtishimizning hammamizning majburiyati. Sadece Xitoy istiqol televiziya ishlayotgan xizmatchilarning ham ish emas bu. Hammamizga shu kelgan bir vazifa deb buni to'g'ri tushunishimiz kerak. Hozir Xitoyga eng nuqta bo'layotgan narsa nima? Xitoyga zarba bo'layotgan narsa nima? Shu tashviqot. To'g'ri. Uning uchun biz tashviqotni bizning birdan-bir qonunliq organimiz bo'lgan, bizning birdan-bir ayni Xitoyning besimi bilan yaqin istiqolning televiziyasini taqidi. Hüküm çıkardı. Ama bunun için ne bilen bo'ldi? Şu Xitoyning besimi bilen bo'ldi. Bunun için bu istiqol nimesini qo'g'dash televiziyasini buni asrab qilish, bunun için biz shu taqaga yali bilan bunun nimesini sürüştirish hammamizning majburiyati. Qandaqdir istiqolning qonuni vakilining berib bilan sürüştirgan ish emas. Hammamizning bizning telefon urib o'ynim bo'ldi mananga. Şu Türkiye'de yaşayotgan insanlar mani nimiş taqidinglar, maning sababi nima? Bu bizning birdan bir ovozimiz, bir qonunliq bir shirkat bo'lsa, buni taqashlik maqsadingiz nima? deb ulardan qonuniy shaklda yaxshi bir dialog qilish hammamizning majburiyati deb qarayman. Uning uchun bizning mayli Facebook bo'lsin, mayli YouTube'da bo'lsin, mayli bütün shu chet elda bizga qulaylik bo'lgan bu ushur vositalardan nəhayət ünümlük paylanıb Xitoyga zarba berish qurol qilishimiz kerak. Bir yerde özümüzden şəxsi nimesini, şəxsi fikrimizni, şəxsi başka bir şəxsi turmuşumuzni qıldığan yemez. Belki muşu Xitoyga zarba beradigan bu qilganini biz hem bekirek usul arqali bunu qo'llaganimiz bo'ladi. Hem muşunaga mening ovozim bor deganni bildirganimiz bo'ladi. Shuning uchun xalqimizning mayli WhatsApp'da bo'lsin, WhatsApp'daki yaxshi uchurlarni olsun, yaxshi gap so'zlarni olsun, mayli Facebook'daki olsun, mayli Twitter'daki olsun, buni kuchab taqtish, ulab taqtish Xitoyga nəhayət zo'r besim keladi.
Bizning təşviqatımız Xitay axbaratını bunu qancha çiڭaytqan siri biz vatan sirtida imkoniyatimizning yarışı bunu cheximik zo'r kuchaytirishimiz kerak. Bizning birdan-bir deganimdek birdan-bir Xitoy bilan tutishayotgan ikrimi shu. Hozir mening ko'rib turibdim, men Xitoy qulamni, Bigiz qulamni tanlab turyapman degangi. Demak, men Bigiz qulamni o'zimning nimasiga emas, Xitoyga Bigiz qulamni tanlayaldim deb mandaq tushunaylikcho, anandagi Xitoyga zarba bera olgan bo'lamiz. Bu kuchimizcho keyin zo'ruydi, Xitoyga olan qarshiligimiz texim aşırı deb o'ylayman. Ko'p rahmat, nihoyat yaxshi suhbat bo'ldi. Yana oxirida dunyoning har qaysi joylarida nurg'un yetishgan yosh kompyuter mutaxassislarimizga bir nidorimiz bo'ldi. Albatta, har qanday bir texnikaning bir yo'chiqi bo'lmaydi deydigan ish bo'lmaydi. Bo'lib bugungi zamonda Xitoy buni ma'lum muddat shakli olishi mumkin. Chunki har qanday bir to'saqni bosib o'talaydigan texnikalar bugun mavjud. Ve bana bazı pat vatanın işinin Facebook'tan bana qarindoshlar uçur yollab vatandan ürümçinin ya bir yerden çıkıvatmanı. Bu qandaq chiqdingiz desem biz Xitoy bilinmaydigan shaklda chiqyapmiz degan uchurlarni biz davomli ko'rib turamiz, istiqlolni deydigan uchurlar keldi. Mushu qarindoshlarimiz bu Xitoyningki bu qatim bu cheklimlarni qandaq bosib o'talaydigan texnik yo'llarni bildigan qarindoshlarimiz cho'qim o'zininki bu bilimini ayımay bunu takip koşunu ümit qilamiz inşallah. Belki ilgirki keyingi programlarda belki bazı mutaxassislarimiz bilan aloqalashib olsak, onun ayrim bir suhbat qilish planim bor inşallah. Rahmat sizga vaqtingizni chiqarib kelganingiz uchun. Rahmat. Hurmatli ko'ruvchilar, shuna qilib bu qatimliq ochiq suhbat programmamiz mushada oxirlashdi. Inşallah yangi bir programmamizda ko'rishguncha sizlarni Janobi Alloh topshiramiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh.